Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan Toshkentga reysiy avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketyapti. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva aka-ukalar mana yuklarni joylab yo'lga chiqyapti. 50-60 kilo yuklar положено. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar. Ekranda ishonchli raqamlar bo'ladi. Birinchi reys chiqib ketdi. Bu mana ikkinchi reys xudo xolasa mana. Spiska bilan bitta aka-ukalar joylashyapti. Avtovokzaldan primoy reyslar bilan ketmoqchi bo'lganlar telefon qilaverasizlar. +7 966 177 0101 raqamlarini qo'yamiz. WhatsApp, Telegram, Imo hammasi ishlaydi. Max. Dokumentingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'lkadan tashqari 5000 rasxoti bor. Telefon qilib kelaverasizlar mana aka-ukalar. Ishonchli avtobus xizmatlari. Joylashib yo'lga chiqishyapti. Mana do'stlar, aka-ukalar joylashyapti mana. Men ham olib kelyapman shularni. Moskvadan Toshkent, Samarqand, Buxoro. Bu avtobusimiz to Buxorogacha boradi. O'zbekiston nomeridagi avtobus. Telefon qilib kelaverasizlar. Joylashib yo'lga chiqib ketyapti mana.